Qara Uyg'urlar 8-bölümü. Yig'ilishning 3-kuni to'liq jiddiy kayfiyatda uzundan-uzun davom qilgach, vakillar tushlik g'izo va kechki tomoqning vaqtini qisqartirishga majbur qildi. Muhimi, hammadan qabul qila olgudek qarorlarni elish bakma qiyin bo'lgach, ba'zi temalarni keyin ko'rib chiqishga qo'yish qaror qilindi. Asli plan bo'yicha yig'ilish tushdan keyin soat 3 da oyoqlashmoqchi ekan. Kech soat 11 dan oshgan bir vaqtlarda ko'pchilik muhim temalarda asosan birlikka kelganligidan mamnun bo'lganligini bildirishib, qabila beshini xulosa so'z qilib berishga taklif qilibdi. 3 kundan beri hammadan ko'p jafo chekdinglar deb so'z boshlabdi qabila beshi. Bu qatimqi yig'ilishni vatan ozodligi yo'lida besilgan tunji ahamiyatlik strategiyalik qadam desak xatolashmaymiz meningcha. Men shaxsan bu yig'ilishdan ko'p rozi bo'ldim. Oldi bilan ko'pchilikning havolasi bo'yicha yig'ilishimizda e'longan muhim qarorlarni o'qib chiqaman. Yig'ilish zali timtoslikqa cho'mgan bo'lib, barg'an vakillar qabila beshi og'zidan chiqqan har bir kalimani diqqat bilan anglashadi. Qaror 30 varaqliq uzundan-uzun material bo'lib, qabila beshi 1 soatda aran o'qib bo'libdi. Asosli mazmuni tuvandikilardan iborat ekan. 1. 11 kishilik bir kengash hay'ati qurish. Buningda navbatda xalqimiz orasidagi o'xshamagan ideologiyalarning vakillari bo'lish. Uyg'urlarning bundan keyingi xalqaro faoliyatlarining umumiy nishonini mushu hay'atning qarori bo'yicha belgilash. Bu yerda alohida diqqat tortadigan yeri shuki, bu moddada hech qanday tashkilotning muhim nuqtalarda bu hay'atning ruxsatisiz qaror elishi cheklanadi. Xalaqliq qilguvchilar qattiq jazolanadi deb yozilgan ekan. 2. Uyg'ur aktivistlar qo'shinini 3 qanotga bo'lish. Birinchi qanotdagilar diplomatiya, siyosat belgilash, moliya, tashviqot va xalqni qo'zg'ash ishlariga mas'ul bo'lish. Ikkinchi qanotdagilar milliy ozodlikning asosi bo'lgan qurolli kuchni barpo qilish ishiga jiddiy tutish qilish. Buningda yer osti, yer usti faoliyat turlari tilga olingan bo'lib, butun dunyoda Xitoyni yo'qotish bir o'rtaq nishonga aylanayotgan bugünkidek bir kunda milliy armiyani barpo qilish ishining ichki tashqi muhitining pishib yetilganligi alohida ta'kidlangan ekan. 3. qanotdagilar Uyg'ur fidoyilari tashkillab, Xitoyga dunyoning hamma yerda zarba berish. Buningda asosligi yer osti partizanlik shaklda Xitoydan o'chilish, uningga ajallik zarba berish va bu ishni eng ishonchli kishilarimiz orqali qat'iy maxfiy shaklda elib berish shahilangan. 3. Aramizdagi vatan so'yar, muhimi vijdonli ziyolilardan tashkillangan bir tadqiqot guruhi qurib, milliy ozodlikning nazariy asoslarini tadqiq qilib, yozma material tayyorlash, xalqni to'liq uyg'otib, jangga otlantirishning ilmiy yo'llari ustida izlanish va faoliyat qilish, chet tilida yozilgan kitob materiallarini tayyorlash, xalqni safarbar qilib, bu vaqtdagi chiqimlarni qamdashga chaqirish. 4. Uyg'ur korxonchilar guruhi barpo qilib, vatan ozodlik faoliyatlarining moddiy asosini tiklash. Qatorliqlar. Shuni ta'kidlaymanki, dedi qabila beshi. Biz bugun muxbir chaqirib rasmga tushmadik va yoki o'zimiz rasmga tushib ijtimoiy taratqularda cho'lpon bo'lishga urinmadik. Maqsad, bugungi qarorlarimiz qat'iy maxfiy tutiladi. Albatta,
Bunu xalqimizga bildirishimiz shart. Ammo media yo'li bilan emas, balki vakillarning o'z davlatlaridagi qarindoshlarimizga bevosita yetkazishi orqali bo'ladi. Qarorlarning bekitilishi osonga to'xtamadi. Amdiki gap uning ijrosida qoldi. Oxirida vakillarning erkin fikr bayon qilishiga vaqt berilibdi. Men hayotimdagi eng ma'nili 3 kunni o'tkazdim desam bo'ladi, debdi millatning onasi so'z elib. G'arb ellari meni Xitoy turmushidan qutultirib erkin dunyoga olib chiqqanida cho'qim mendan xeyli ko'p narsalarni kutgan edi. Uning bir qismini o'rinlay olgan bo'lishim mumkin. Ammo kesib aytalaymanki, ko'p qismini o'rinlay olmagan edim. Ishim bir yagi bordi. Yana qanchalik umrim bor Alloh bilar. Ammo bugun men bir umid yulduzini ko'rgandek bo'ldim. Ham hayotimni ahamiyatsiz o'tkazmaganimga yana bir qatim ishongandek bo'ldim. Bolalarim, bu 3 kunda bakmo muhim qarorlar e'landi. Biz qeyirlar Xitoyning insonga hech o'xshamaydigan ashaddiy hayvon ekanligini bilib turib, Xitoydan insof kutgan ekanmiz. Oqibat Xitoy shu kutganlarimizga oshkor irqiy qirg'inchilik bilan javob qildi. Shuni esinglarda tutinglarki, Xitoy faqat va faqat amaliy kuchga ishonadi va og'zi burni qonimog'icha raqibining shildisidan tushib ketmaydi. Biz yana burunqidek jig'i bilan da'vo qilish yo'lini davom qilsak, o'zimiz ko'zimiz ochiq ketib qolmay, yana bizdan umid kutib yotgan vatandoshlarimiz oldida mangulik gunohkorlar sanalamiz. Ben bu 3 kunlik yig'ilishning vatan ozodligiga haqiqiy yo'l ochishini bakmo arzu qilaman. Uyg'ur erkakdek bir millat bo'lg'ashqa tarixdan shuncha ko'p Xitoyni dir siydirib, bosh egdirib kelgan edi. Bugünkidek ersiz qolgan holda qilishimizda Xitoyning uzun yillik qirg'inchiligi ve aramızdaki canbaqtlarının singenliğinin ye idisini deb teşvik qilishi sebep bo'lgan. Şunisi aniqki, Xitoyning kutgani dal bizning bugünkidek lamzalla holatimiz. Ular jadu oldida shirdek yukirgan Lutfulloh mutalliblarni yana ko'rishdan bakmi qo'rqadi. Qanamda ko'rimiz. Chashqandek janiba Xitoylarga ajallik zarba berilganda bu nijislar yana qo'rqmay shildimizga minalamdikin. Qarindoshlarımızning dağlıq terrorist Yasir Arafatni o'lga elishimiz lozim degani bakmo to'g'ri gap, debdi vakillardan biri. Boshqa bir qism vakillarimo ana shundaqroq ohangda xulos so'z qilishibdi. Yana tong atay deb qolg'ach, qabila beshi ko'pchilikni aram elishga undabdi. Ve elçisi katta ziyafet verip mehmonlarını uzatib qo'yibdi. Davamı var.